Hammaga assalomu alaykum. Hozir men aynan sizlarga Esetelbek webinar botimizni ishlatish tartibini o'rgataman. Shunday ekan, hamma e'tiborni qaratsin. Birinchi bo'lib, botimizning silkasiga e'tibor qaratinglar. Esetelbek webinar bot. Xo'p, birinchi bo'lib start tugmasini bosaman. Aynan start tugmasini bossam, mendan ism va familiyani so'rayapti. Aytaylik, Elbek Asadullayev. Yoshni kiritamiz. Telefon raqamini so'rayapti. Telefon raqamini kiritaman. Undan keyin o'qituvchi, talaba yoki o'quvchi bo'lsangiz, shundan birini tanlaysiz. Aytaylik, o'qituvchini tanlayman. Grant uchun, ustama uchun yoki boshqa maqsadda, misol uchun ustama uchun kerak. Xo'p, botdan foydalanish uchun barcha kanallarga obuna bo'lish kerak. Mana bu yerdagi kanalga ham obuna bo'laman. Endi obunani bosganimdan keyin obunani tekshirish tugmasini bosaman va hozir endi men to'liq botdan foydalanish huquqiga ega bo'ldim. Xo'p, birinchi bo'lib SAT webinar haqida bosamiz. Webinarimiz qanday tartibda bo'ladi? Xo'p, webinarimiz 2-4 iyun kunlari kechki vaqt soat 20:00 da bo'lib o'tadi, ya'ni 3 kun davomida eng kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Xo'p, o'zimni shaxsiy natijam 7 marta maksimal 800 ball, umumiy 1560. Umuman olganda webinarimiz hammaga foydali bo'ladi. SAT haqida kimdir qiynalayotgan bo'lsa, eng yuqori ball olish strategiyalarini to'liq o'rgataman. Xo'p, qatnashish shartiga bosamiz. Qanday qilib qatnashsangiz bo'ladi? Webinarda qatnashish uchun 3 nafar SAT imtihoniga tayyorlanayotgan tanishlaringizni taklif qilishingiz kerak botga. Xo'p, undan keyin sizga yopiq kanalni linkini beradi alohida. Mana, so'rovlar tugmasiga bosaman. Bu yerda webinarimiz uchun beriladigan so'rovlar haqida ma'lumotlar borgan. Webinar davomida biz umumiy qiymati 10 million so'mlik vaucherlar va eng so'nggi rusumdagi iPad planshetlarni aynan sizlar uchun taqdim qilamiz. Bu planshetlarni yoki vaucherlarni faqatgina eng faol qatnashgan odamlar ola oladi, ya'ni webinarni boshidan oxirigacha qatnashganlar. Xo'p, 2-4 iyun kunlari bo'ladi. Joylarimiz cheklangan, shuning uchun tezroq ro'yxatdan o'tib olishlarini so'rayman. Qanday qilib aynan ball yig'ish mumkin? Mana bu yerda taklif havolasi tugmasiga bosaman. Taklif havolasidan meni o'zimga shaxsiy silkani beradi mana. Ko'rganlaringizdek, bizda shaxsiy silkamiz bor. Mana shu silkani o'zimni tanishlarimga yuborib, tanishlaringizga borib bemalol odamni qo'shsangiz bo'ladi. Jami 200 odam, 200 odamga mo'ljallangan. Xo'p, ballarim tugmasidan tekshirib olsangiz bo'ladi. Agar o'zlaringiz nomlaringizdan tanishlaringiz qo'shilsa, botdan ham xabar keladi. Umumiy 3 ta ball bo'lishi kerak eng kamida. Hammaga omad. To'g'risi juda ham katta loyiha bo'lyapti. Hozirdan tayyorlanyapmiz. Hech kimni esidan chiqmaydigan qilib eng yaxshi qilishga harakat qilamiz. Esdan chiqmasin, bizda 5 ta eng so'nggi rusumdagi iPad planshetlari bor mana. O'zim shaxsan borib olganman bu planshetlarni. Aynan 3 kun bo'ldi, 14-may kuni kanalda ham aytgandim. Hammaga omad, charchamanglar.